Assalomu alaykum azizlar, siz Xabar TV kanalidasiz. Bugun dasturlarimizda Bayrutda yana portlash yuz berdi. Qurbonlar bor. Kecha 9-oktyabr kuni Livan poytaxti Bayrut g'arbidagi odamlar yashaydigan Tariq al-Jadida tumanida neft mahsulotlari saqlanayotgan omborda portlash yuz berdi. Bu haqda Libes telekanali xabar berdi. Hodisada bir nechta bino zarar ko'rgan, evakuatsiya ishlari olib borilgan. Hodisada Qizil Xoch ma'lumotiga ko'ra 4 kishi halok bo'lgan. Naharnet agentligi 20 kishi jabrlanganligini ma'lum qilgan. Ularning orasida bolalar ham bor. Jabrlanganlar poytaxtdagi turli shifoxonalarga olib borilgan. Portlash kuchli yong'inga sabab bo'lgan. Libes ma'lumotiga ko'ra omborda mazut emas, benzin saqlangan. Huquqni muhofaza qilish idoralari yoqilg'ining egasini qo'lga olgan. U benzinni shaxsiy ehtiyojlari uchun saqlaganligi aytilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 4-avgust kuni Bayrut bandargohida yirik portlash yuz bergandi. Fojiada 190 dan ortiq odam vafot etgan, 6000 dan ortiq odam jarohatlangan. Portda bir necha yildan beri saqlab kelinayotgan ammiak moddasi portlaganligi aytildi. Portlash kuchi 4 balli zilzilaga tenglashtirildi. Texnogen ofat natijasida 300 mingdan ortiq odam boshpanasiz qoldi. Fojia zarari 15 milliard dollarga baholandi. Portlashdan keyin boshlangan namoyishlar ortidan Livan hukumati iste'foga chiqdi. Oradan bir oydan ko'proq vaqt o'tgach, 10-sentyabr kuni bandargoh hududida yirik yong'in yuz berdi. Yong'in dengiz port hududida joylashgan avtomobil shinalari va yoqilg'i moylash materiallari omborda boshlanganligi aytildi. Keyinroq Livan prezidenti Mishel Aoun xavfsizlik bo'yicha oliy kengash yig'ilishida yong'in sababiga to'xtalib, bu baxtsiz hodisa emas, qasddan uyushtirilgan bo'lishi mumkinligini aytib o'tdi. Ayni damgacha olingan va sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. Voqealar rivojini YouTube'ning Xabar TV informatsion dasturida kuzating. Salomat bo'ling.